Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun inson-kompyuter o'zaro ta'siri fanining 4-mavzusi bilan tanishib chiqamiz. 4-mavzu inson-kompyuter interfeysini yaratish, ya'ni raqamli dizayn va ishlab chiqarish bosqichlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Mavzuyimizni qisqacha notatsiyasi bilan tanishib chiqaylik. Ushbu mavzuda inson-kompyuter interfeysini yaratishning asosiy bosqichlari, ya'ni foydalanuvchi ehtiyojlarini tahlil qilish, dizayn, prototiplarni ishlab chiqish, testlash va yakuniy interfeysni joriy etish jarayonlari yoritiladi. Raqamli dizayn vositalari yordamida interfeysning vizual ko'rinishi va funksional imkoniyatlari shakllantiriladi. Shuningdek, ishlab chiqarish bosqichida texnologik yechimlar, dasturlash va tizim integratsiyasi muhim o'rin tutadi. Mazkur jarayon foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, qulay va samarali muloqotni ta'minlash hamda zamonaviy texnologiyalarni ta'lim, biznes va sanoat sohasida samarali qo'llanishlariga xizmat qiladi. Inson-kompyuter interfeysi bu foydalanuvchi bilan kompyuter tizimi o'rtasidagi samarali, qulay va intuitiv muloqotni ta'minlovchi vosita majmuasidir. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida interfeyslar turli sohalarda dasturiy ta'minot, mobil ilovalar, veb-saytlar, avtomatlashtirilgan tizimlar va hatto sun'iy intellekt asosida ishlovchi qurilmalarda ham keng qo'llanilmoqda. Interfeys yaratish jarayoni nafaqat texnik yechimlarni ishlab chiqish, balki foydalanuvchilarning ehtiyojlarini, tajribasini va odatlarini chuqur tahlil qilishni ham talab etadi. Shu bois inson-kompyuter interfeys loyihalashda foydalanuvchi markazdagi yondashuv, ya'ni user-centered decision asosiy metodologiya sifatida qaraladi. Raqamli dizayn va ishlab chiqarish bosqichlari interfeysni yaratishda uzviy bog'langan jarayonlardir. Bir tomondan dizayn foydalanuvchi uchun qulaylik, estetik ko'rinish va funksionallikni ta'minlasa, ikkinchi tomondan ishlab chiqarish bosqichi ushbu g'oyalarni amaliy dasturiy ta'minotga aylantirib beradi. Inson-kompyuter interfeysini yaratish jarayoni quyidagilardan iborat bo'lib, asosan 6 ketma-ketlikni o'z ichiga oladi. Bular foydalanuvchi ehtiyojlarini aniqlash, konseptual dizayn, raqamli dizayn, prototip yaratish, ishlab chiqarish va testlash va rivojlantirish bosqichlarini keng yoritib beradi. Interfeys dizayni o'zi nima? Foydalanuvchi tajribasi, ya'ni odam va kompyuter o'rtasidagi muloqot ko'prigidan kelib chiqqan holatda vizual dizayn, ya'ni chiroyli va funksional interfeys elementlari yaratiladi. Ushbu elementlarni yaratish davomida interaktivlik, ya'ni foydalanuvchi harakatlari va tizim javoblariga interaktiv ravishda javob qaytarishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu interaktivlik foydalanuvchini interfeysdan foydalanishni yanada uzoq vaqtga ta'minlab beradi va ommaviylik darajasini yuqori cho'qqiga olib chiqadi. Loyihalash bosqichlari. Asosan loyihalash bosqichi 3 bosqichdan iborat bo'lib, maqsadni aniqlash, tadqiqot o'tkazish va foydalanuvchi personasidan iborat bo'ladi. Ya'ni har qanday interfeysni yaratishda asosan birinchi navbatda u interfeys qaysi maqsadda yaratilayotganligini, ya'ni loyiha maqsadi va foydalanuvchi ehtiyojlar o'rganib chiqiladi. Ushbu ehtiyojlarni o'rgangandan so'ng, ushbu ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda, maqsadlardan kelib chiqqan holatda tadqiqot o'tkaziladi. Ya'ni bozor tahlil qilinadi, raqobatchilar tahlil qilinib o'rganiladi va ushbu ehtiyojlarni raqobatchilarni o'rganib natijalar olingandan keyin maqsadli auditoriyada profilni yaratiladi. Ya'ni maqsaddan, tadqiqotlardan kelib chiqqan holatda shaxsiy profil foydalanuvchi personasi yaratib beriladi. Wireframe va prototiplash. Wireframe asosan 3 bosqichdan iborat bo'lib, bular asosiy tuzilmani belgilash, kontentni joylashtirish, navigatsiya sxemasini ishlab chiqishdan iboratdir. Bu jarayonlardan keyin prototiplash boshlanadi. Prototiplash asosan interaktiv modellarni yaratish, foydalanuvchi oqimini sinovdan o'tkazishlardan iborat bo'lib, ushbu jarayonlardan so'ng keyingi bosqichga tavsiya etiladi. Asosan vizual dizayn elementlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu rang sxemasi, ya'ni brend identifikatsiyasiga mos ranglarni tanlash va uyg'unlikda yaratish zarur bo'ladi.
Sababi rang sxemasini va bir-biriga uyg'unlikni yaratish muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchini ko'zni charchab qolmasligini, bundan tashqari ommaviyligini ta'minlab beradigan jarayon ham asosan rang sxemasi hisoblanadi. Ikkinchisi tipografiya. Tipografiya bu hammamiz bilganimizdek o'qish uchun qulay va chiroyli shifrlarni tanlash zarur. Ya'ni ba'zi bir foydalanuvchilarimiz turli xil shifrlardagi o'lchamda o'qiy olmasligi mumkin. Ya'ni oddiy aholi, texnika, axborot texnologiyalaridan uzoqda bo'ladigan foydalanuvchilar bo'ladigan bo'lsa, ular o'qishga qiynalmasligi uchun albatta tipografiyasini ma'lum va sodda standart asosida tanlash zarur bo'ladi. Va oxirgisi kompozitsiya. Kompozitsiya bu tipografiya, rang sxemasi va boshqa jarayonlarni, ya'ni elementlarning mantiqiy va estetik jihatlarini bir-biriga umumlashtirib, uyg'unlashtirib joylashtirish zarur. Bu muhim ahamiyatga ega, ya'ni bular eng muhim jarayonlardan biri hisoblanib keladi. Ishlab chiqarish jarayoni. Asosan ishlab chiqarish jarayoni front-end kodlash, back-end integratsiyasi va responsive dizayndan iborat bo'ladi. Biz odatda front-end kodlashda asosiy dasturlash tillari HTML, CSS va JavaScript yordamida interfeys yaratamiz. Back-end integratsiyasini bo'lsa, ma'lumotlar bazasi va server bilan bog'lagan holatda yaratib keyingi bosqichga beramiz, ya'ni responsive dizaynga. Bu jarayonda turli qurilmalarga moslashuvchan interfeys yaratilib, interfeysimizni tekshirib bir-biri qurilmalarga qanchalik moslashuvchanligini testlab, natijalar olib kelinadi. Sinovdan o'tkazish, ya'ni foydalanuvchi sinovi, texnik sinov va samaradorlik tahlillari birlashtirilgan holatda sinov natijalari beriladi. Ya'ni foydalanuvchi sinovi birinchi navbatda interfeys yaratilgandan so'ng haqiqiy foydalanuvchilar, ya'ni jonli sun'iy intellekt yoki texnika bilan emas, jonli insonlar bilan, foydalanuvchilar bilan interfeys sinovidan o'tkaziladi. Ushbu sinovlar natijasidan kelib chiqqan holatda foydalanuvchi tomonidan yoki yaratilgan texniklar tomonidan xatolar va ishlash muammolari aniqlansa, ushbu muammolar hal qilindi va texnik sinovlar sifatida alohida muammolarni hal qilish yoki texnik jarayonlarga yetkazib beriladi. Bularni tahlil qilgan holatda tezlik va optimal ishlash jarayonini tahlil qilib baholab beriladi. Ushbu jarayonlardan o'tgandan so'ng, ya'ni sinovdan o'tgandan so'ng ushbu interfeys keyingi bosqichga tavsiya qilinadi yoki xatolarni qayta ishlashga yuboriladi. Zamonaviy dizayn tendensiyalari. Asosan zamonaviy dizayn tendensiyasi 4 bosqichdan iborat. Ya'ni minimalizm, dark mode, mikro interaksiyalar va ya'ni sun'iy intellekt integratsiyasidan iborat bo'ladi. Minimalizm bu barchamiz bilganimizdek sodda va tozalik, ya'ni ortiqcha elementlarsiz dizayn yaratishimiz lozim. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bizga ranglar va boshqa ranglar va tipografiyani oddiy, ya'ni ortiqcha elementlarsiz tanlanganlik bu ommalashishga, ya'ni ommaviy jarayonga mos ravishda interfeysimizni rivojlanishiga yaxshi turtki bo'la oladi. Yoki dark mode, ya'ni tungi rejim yoki qorong'u interfeys rejimlari. Ya'ni bu interfeys rejimlari odatda ko'zni charchatmaydigan rejim hisoblanib, ko'p foydalanuvchilar o'zini qurilmalarida, kompyuter yoki gadjet yoki telefonlarida asosan qorong'u interfeys, ya'ni qorong'u rejimda, tungi rejimda ishlarni amalga oshiradi. Mikro interaksiyalar. Bu kichik animatsiyalar yoki vizual javoblar, ya'ni biz berayotgan buyruqlarga animatsiyalar orqali yoki vizual javoblar berish bu foydalanuvchini yana ham interfeysga qiziqishni orttiradi. Bundan tashqari sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan tajriba, ya'ni biz sun'iy intellektga bergan so'rovlarimiz yoki sun'iy intellekt bizga o'rgangan jarayonda bizning xarakterimizdan, bizni tajribamizdan va foydalanadigan dasturlarimizdan kelib chiqqan holatda alohida bizga shaxsiylashtirilgan interfeysimizni moslashtirish berish bu foydalanuvchiga juda ham qulaylik va yoqimli jarayon bo'ladi. Muvaffaqiyatli ko'rsatkichlar. 85% holatda foydalanuvchi qoniqsa, ya'ni interfeys tajriba o'tkazganda interfeys
tajribasini o'tkazganda 85% foydalanuvchilarga yoqadigan bo'lsa, ya'ni ma'qul keladigan bo'lsa, yaxshi dizayn qilingan interfeys foydalanuvchilar mamnunligini oshirib beradi va ushbu interfeysni keyingi bosqichga tavsiya qila oladi. Yoki konversiya oshishi, ya'ni 40% dan tepada konversiya oshishi, ya'ni samarali dizayn biznes natijalarini yaxshilab beradigan foiz ko'rsatkichi hisoblanadi. 60% vaqtni tejash bu intuitiv interfeys foydalanuvchi vaqtini tejaydigan jarayon